Üçüncü şart. El-kabul. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İmam Hafiz el-Hakami rahimahullah'ın Ma'aricil Kabul degan asırdan elingan La ilahe illallah'ın şartlarından el-kabul yani kabul qilish degan üçüncü şartını okuyamiz inşallah. Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. Kabul qilish. La ilahe illallah'dan ibaret bu söz taqazza qiladigan kabul qalb ve til bilan bo'ladi. Allah subhanahu ve taala o'tganki ummatlar orasidagi qutulganlar ve La ilahe illallah'dan ibaret bu sözni rad qilganlarga berilgan jazo to'g'risida xabar bergan. Bu haqda Allah subhanahu ve taala Sure Zuhruf 23. ayetidan 25. ayetigacha mundaq degan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Tercümesi Shuningdek, senden ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avazsakla, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobollarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ata-bobonglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanala ata-bobonglarga ergishamsizlar dedi. Ular sizlar ilib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Allah subhanahu ve taala Sure Yunus 103. ayetinde şundaq deydi. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Tercümesi Andın keyin peygamberlerimizni iman etganlarni azaptan qutqizdi. İman etganlarni qutqizishga mushundaq mas'ul bo'lamiz. Allah subhanahu ve taala Sure Rum 47. ayetida shundaq deydi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Tercümesi Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şübhisiz ki senden ilgiri nurgun peygamberlerini kavmiga peygamber kılıp evettik. O peygamberler ulağa özlerinin rast peygamberliklerini ispatlaydıgan nurgun roşan mucizelerini ilip geldi. Andın
osiylik qilganlarni jazoladik. Iymon etganlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi. Allah subhanahu va taala bu oyatlarda bizga la ilaha illallohni qabul qilganlar uchun mukofotlarni va'da qilganligi va la ilaha illallohni rad qilganlar uchun azob tayyorlaganligi haqida xabar bergan. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda Sura Safat 22-oyatidan 36-oyatigacha shunday deydi. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Tercümesi Allah periştilerge eytidi. Zulüm kılgıcılarını ulanın müşriklikteki, küfrdeki qayaşlarını ve ulanın Allah'ını koyup ibadet kıygan nesillerini mahşergahqa toplanlar. Andın ulanı devzakның yoluğa başlanlar. Ulanı tok tutup durunlar. Çünkü ula cimi sözleri ve işlerinden sual sonra kılındı. Andın ulağa nimişqa dünyadaki çağlarınlarda xiyğınınlardek bir-birinlarga yardım qılmaysılar deyildi. Belki ula bugün boysunğuculardır. Ula bir-biriga qarab munozirlashidi. Әгеш күчілер, әгеш түргічілерге, сілер сөзіңларның растлыққа қасам ішіп, бізні имандың тосойттыңла, deydi. Әгеш түргічілер, әгеш күчілерге eytidi. Сілер өз ixtiyarınla bilen mümin bolmadыңlar. Bizning sizlarni bizga ergishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'an qavm edinglar. Rabbimizning bizning haqimizdagi jazolash so'zi bizga tegishli bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'uchimiz. Sizlarni biz ozdirdik. Chunki biz haqiqatan ozg'an edik. Ular, yani ergeç türgüçiler bilen ergeç küçüler bu günde, yani kıyamet günüde azapta ortaktır. Biz hakikaten günahkarlığa muşundak kılımız.
Ya'ni əgeç türgüçilər bilan əgeç kişilərning hammasiga azob qilamiz. Ular haqiqatan mushundaq ediki, ularga bir Allah'tan başqa ibadetga loyiq hech iloh yo'q denglar deyilsa, kalima tavhiddan takabburlik qilib bosh tortdi. Ular ilahlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni uning so'z uchun tashlab etamdiq deydi. Allah subhanahu wa ta'ala ularning jazolanish sababining la ilaha illallohga qarshi takabburlik qilganliklari va bu shahodatni elib kelguvchini yolg'onga chiqarganligi ekanligini bayon qilgan. Ya'ni ular Allah subhanahu wa ta'ala muayyanlashtirganni muayyanlashtirmay va Allah subhanahu wa ta'ala inkar qilganni inkar qilmagan. Aksicha ular takabburlik bilan shundoq degan. Sura Sad 5-oyatdan 7-oyatigacha أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Tercümesi: U nurgun ilahlarni bir ilah qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alita ish. Ularning, ya'ni Qurayshning kattalari so'rinlaridan qo'zg'alib chiqib aytdi: Sizlar meninglar, ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilinadigan bir ish. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasara dindikilardan anglamadik. Bu faqat o'ydirmadir. Ular ilahlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun tashlab etamdiq deyishgan. Ondan Allah subhanahu wa ta'ala bularga raddiya sifatida Sura Safat 37-oyatida shundoq degan. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Tercümesi: Hergiz undaq emas. Yani ish ularning bo'hton qilgandek emas. U, yani Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem haq dinni elib keldi ve payg'ambarlarni tasdiq qildi. Ondan Allah subhanahu wa ta'ala ulardan ilgiri o'tgan kishilar to'g'risida Sura Safat 41-oyatdan 43-oyatgacha shundoq degan. Faqat Allohning sodiq bandalarilar jazoga tortilmaydi. Ular naim jannatida ma'lum rizqdan, ya'ni turlik mevalardan bahramand bo'ladi. Ular hurmatlanadi. Allah subhanahu wa ta'ala yana Sura Naml 89-oyatida shundoq degan. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Tercümesi: Yaxshi ish bilan kelganlar qilgan yaxshiligidan obdaroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinishdan amin bo'ladi. Sahih Buxoriyda Abu Musa al-Ash'ari radiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem shundoq degan. Tercümesi: Men Allah tarafidan elib kelgan hidoyat va ilm zaminga yoqqan mo'l yomg'irga o'xshaydi. Shu zaminda suvni sumirib
nurg'un o't cho'plarni undiradigan munbat yermi bo'ladi. Shu zaminda yana giyohni undirmay, suvni singdirib etmay tutib turadigan tetir yermi bo'ladi. Kishilar Allohning iltifoti bilan u yerdagi suvlardan ichidi. Uloqlarini va ziroatlarini sug'urishda foydalanadi. Yomg'ir yaqqan yana bir qism joylar cho'l bo'lib, ya suvni singdirib etmay tutib turolmaydi, ya o't cho'p undirolmaydi. Mana bu Allah subhanahu va taolaning dinini o'rgangan, men Allah tarafidan elib kelgan hidoyat va ilmdan foydalangan, ondan o'rganganini boshqalarga o'rgatgan kishi bilan uningga parvo qilmagan, men elib kelgan hidoyatni qabul qilmagan kishining misolidir. Sahihul Buxoriy 79-hadis. Elhamdülillah, yuqorida İmam Hafiz Al-Hakami rahimahullohning Ma'arijil Qabul degan asridan e'langan La ilaha illallohning shartlaridan 3-sharti qabul qilish, ya'ni al-qabul shartini angladinglar. Oxirini keyin qidimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.